Assalomu alaykum. To'plami kimyo 2025 ikkinchi qism organik kimyoga kirish bo'yicha asosiy masalalar tahlilini amalga oshiramiz. Nazariy savollar o'zingizga qoladi. Xo'sh, savollar tahlilini boshlaymiz 4-savoldan. 4-savolda aytildiki, uglerodning massasi 90% bo'lgan birikma formasi hisoblanadi. Bu masala demak javob tashlanadi. C javob bo'ladi. Ya'ni C3 H4. Uglerodning massasi 36 gramm, birikmaning massasi 40 gramm. Ko'paytirib 100. Keyin hisoblasak 90% chiqadi. Keyin esa 5-savol tahlili. Tarkibida faqat uglerod, vodorod, kislorod atomlari bo'lgan birikma analiz qilindi. Demak, tarkibida uglerod, vodorod, kislorod bo'lgan birikma tahlil qilingan, analiz qilingan. Analiz qilinganda uglerod 72% massa jihatdan, vodorod 12% ekan massa jihatdan. Demak, qolgan kislorod bo'ladi 84-16% kisloroddan iborat ekan. Shunga ko'ra birikmaning empirik, ya'ni eng oddiy formulasini aniqlang. Bunda nima qilamiz? Javobda hamma javoblarda bittadan kislorod bor ekan, geotin. Nima qilamiz bunda? Hammasini elementlarning bir donasining massasiga bo'lib chiqamiz. Shu orqali elementlarning massa nisbatini orqali elementlar nisbatini topamiz. O'tirmadi. Mayli. Xo'sh, bu masalada demak elementlarning sonini nisbatini topamiz. 72ni 12 uglerod massasiga bo'lamiz, shunda 6 chiqadi. 12ni vodorod massasiga bo'lamiz, 1 ga, shunda 12 chiqadi. Kislorod massasi 16 ga bo'lamiz, shunda 1 chiqadi. Demak, bunday elementlarning son nisbati 6, 12, 1. Buni qachon davom ettiramiz? Qachon bittasi bir songa tenglik o'zidan kislorod berishi kerak. C6 H12 O formulaga ega bo'ladi. To'g'ri javob D bo'ladi. Keyingi masalamiz 9-savol. 9-savol aytildiki, organik birikmaning umumiy formulasi CXHY ekan. CXHY bo'lib, formuladagi x taqsim y ikki teng. Ya'ni x ni y ga bo'lsak, x taqsim 3 bo'ladi. Ya'ni agar x teng 2 ga bo'lsa, y 2 teng bo'ladi. X 2 ga bo'lsa, y 2 teng bo'ladi. Birikmadagi vodorod va uglerodning massasi 2 uglerod 24, 2 vodorod massasi 24 ga 3, 8 ga 1 nisbat bo'ladi. Javob. Xo'sh, masala 15-savol tahlili. Bu qismdan uzun savolni tahlil qilamiz, chunki ko'pchilik nazariy savol. 15. Umumiy formulasi NH2O bo'lgan birikmadagi, demak, umumiy formulasi NH2O bo'lgan birikmadagi kislorodning massasi vodorodning massasidan 4 marta ko'p. Xo'p, kislorod massasi aniq-da bunda. 16. Kislorodning massasi vodorodning massasidan 4 marta ko'p. 16 ni 4 ga bo'lamiz. Demak, vodorodning massasi 4. 4 gramm vodorod bilan 4 ta vodorod bilan uglerod soni vodorod soni 2 marta kam bo'lsa, n ni qiymati 2 ga teng bo'ladi. Endi birikmamiz C2H4O formulaga ega bo'ladi. Bunda to'g'ri javob D. 16-savol tahlili. 16-savol aytilyaptiki, 0,1 mol uglevodorod yonganda 0,4 karbonat angidrid va 0,3 mol suv hosil bo'ldi. Uglevodorod va vodoroddan iborat yondirgan paytimiz, demak, har qanday organik birikma yongan payt
karbonat angidrid va suv chiqadi. Ushbu yonish natijasida 0,1 mol yongan payt 0,4 mol karbonat angidrid, 0,3 mol suv hosil bo'ladi. 0,1 mol yongan payt 0,4 mol karbonat angidrid, 0,3 mol suv hosil bo'ladi. 1 mol yongan payt qancha bo'ladi? 4 ta karbonat angidrid, 3 ta suv hosil bo'ladi. 4 ta karbonat angidrid chiqishi uchun uglерод 4 ta bo'lishi kerak. 3 mol suv chiqishi uchun vodorod soni 3 kira 2, 6 ta bo'lishi kerak. C4H6 doğru cevap A. 17. savol tahlili. Uglevodorod yonish uchun 0,6 mol kislorod sarflanib, 0,4 mol karbonat angidrid hosil bo'ldi. Brutto formulasini toping. Uglevodorod, ya'ni uglevodorod yondiramiz kislorod ishtirokida karbonat angidrid va suv hosil bo'ldi. Ushbu yonish natijasida 0,2 mol yongan 0,6 mol kislorod sarflanib, 0,4 mol karbonat angidrid chiqadi. 1 mol uchun qancha chiqadi? 3 mol kislorod sarflanadi, 4 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. 2 mol. Shunda karbonat angidrid ikkita hosil bo'lishi uchun dastlabki uglevodorod tarkibida ikkita uglerod bo'lishi kerak. Endi vodorod son topamiz. Uning uchun suv yonishi son qo'shilishi kerak. Chap tomonda 6 ta kislorod bor. Demak, o'ng tomonda ham 6 ta kislorod bo'lishi kerak. Ikkita karbonat angidridda 4 ta kislorod bor. Demak, ikkita kislorod suvda. Ikkita kislorod bo'lishi uchun suv. Ikkita suv bo'lishi kerak. Ikkita suvda 4 ta vodorod bor. Demak, dastlabki uglevodorod tarkibida ham 4 ta vodorod bo'ladi. C2H4 formula. Doğru cevap B. Savollar tahlilini davom etamiz. Xo'sh, 18-savol tahlili. Gamolog qatorda ketmaga joylashgan ikkita uglevodorod bor ekan. Uglerod gamolog qatorda ketmaga degani, demak, bittasi N bo'lsa, bittasi N+1 degani. Bitta uglerodga farq qilsin degani bir-biridan. To'liq yonish uchun sarflangan kislorod miqdori 1 ga 1,6 mol nisbatda. Buni yoqish uchun sarflangan kislorod va buni yoqish uchun sarflangan kislorod 1 ga 1,6 nisbatda ekan. Uglevodorodni formulasini aniqlang. Gamolog qator degani bir-biridan CH2 guruhga farq qiladi degani. Endi CH2 guruhni yoqish uchun qancha kislorod sarflanadi? Bunda hozir sanodan suvni olsak, 1,5 ta kislorod. Demak, gamolog qatorda bu uchun sarflangan kislorod miqdori mana bu uchun sarflangan kislorod miqdoridan 1,5 molga ko'p bo'lishi kerak ekan. Masalan, bu uchun x mol sarflansa, bu uchun x plus 1,5 mol sarflanishi kerak. Demak, x taqsim x plus 1,5 teng nisbati 1 ga 1,6 nisbati bo'lishi kerak. 1,6 x teng x plus 1,5. 1,6 x dan x ni ayiradigan bo'lsak, 0,6 x teng 1,5. X teng 1,5 ni 0,6 ga bo'lamiz. X teng 2,5. Demak, mana bu uglevodorodni yoqish uchun 2,5 ta kislorod sarflangan. Bu uchun demak 4 ta kislorod sarflanadi. Qaysi uglevodorodni yoqish uchun 2,5 ta kislorod ketadi? Uglevodorod yongan paytimiz karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Bu shunda C2H2 bo'ladi. Ya'ni alkillasini to'g'ri keladi buni. Ya'ni 2,5 ta kislorod bo'lishi uchun mana bu yonda 1 bo'lishi kerak bo'lgan, bu yonda 2 bo'lgan. Bu yonda 2 bo'lgan, bu yonda 1 bo'lgan. 4 ta kislorod, 1 kislorod, jami 5 ta kislorod 2 ga bo'lsak, mana yoniga 2,5 qo'yamiz. Ya'ni bu C2H2 bo'lgan. O'z-o'zidan mana bu
ikki S3 H4 bo'ladi. C2 H2 S3 H4. To'g'ri javob C. Bu demak 18-chi savol tahlili. 19-chi savol tahlili. 9 gramm organik modda yongan payt, demak organik modda uglerod va vodoroddan iborat. Organik moddani yondiramiz, kislorod ishtirokida karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Ushbu jarayonda organik moddaning massasi 9 gramm ekan. 0,2 mol suv, 0,2 mol karbonat angidrid hosil bo'ldi. 0,2 mol karbonat angidrid, 0,3 mol suv hosil bo'ldi. Birikmaning empirik formulasi qanday bo'ladi? 0,2 mol karbonat angidrid hosil bo'lgan bo'lsa, demak tarkibida 0,2 mol uglerod bor. Bunda 0,2 mol suv hosil bo'libdi. Demak, bularning nisbati 1:1 nisbati. 1:1 qaysincha bo'ladi? 1:1. Demak, uglerod va vodorod nisbati qaraydi. Bu 1 qo'ysak, buning o'rniga 1 qo'yamiz agar. Uglerod bitta bo'lsa, vodorod ikkita degani. Ya'ni uglerod va vodorod nisbati 1:2 bo'lishi kerak. O'z-o'zidan A javob va C javobni chiqarib tashlaymiz. Xo'p, 9 gramm bo'lsa 0,2 mol karbonat angidrid, 0,2 mol suv. 0,2 mol karbonat angidridning massasi 17,6 gramm bo'ladi. 13,2 gramm bo'ladi. 0,2 mol suvning massasi 5,4 gramm. Hosil bo'lgan jami massa 18,6 gramm ekan. O'ng tomon 18,6mi? Demak, chap tomon ham 18,6 bo'lishi kerak. 9 gramm bu bo'ladigan bo'lsa, qolgan, ya'ni 9,6 grammi kislorod bo'ladi. 9,6 gramm degani 9,6 gramm bu kislorod bo'ladigan bo'lsa, 9,6 gramm ham 0,3 mol degani. Demak, uglevodorod yoqqan paytimiz mana bularning nisbati, buning o'rniga 1 qo'yamiz. 0,3 mol suv. Endi yozib olaman. Uglerod va vodorod, bitta kislorod masalan, bitta karbonat angidrid, mollar bir xil bo'lgan uchun 1:1 nisbatiga tortamiz. Bitta uglerod bor, ikkita vodorod bor. Kislorod bu yerda ikkita bor, bu yerda esa bitta bor. Jami 3 ta kislorod. Chap tomonda esa 2 ta kislorod. Demak, bizda bunga bitta kislorod qoldi. CH2 O formulaga to'g'ri keladi. To'g'ri javob D bo'ldi. Bu 19-chi savol tahlili. Yigirmanchi savol tahlili. Tarkibida faqat uglerod, vodorod bo'lgan A va B birikmalari uchun quyidagilar berilgan. Tarkibi faqat uglerod va vodoroddan iborat bo'lgan organik modda uchun 4 mol yonishdan 16 mol karbonat angidrid, 16 mol suv hosil bo'ladi. Karbonat angidrid, suv. Buni 4 molini yoqqan paytimiz 16 mol karbonat angidrid, 16 mol suv hosil bo'ladi. Tak, 1 mol uchun qancha desa 4 mol karbonat angidrid, 4 mol suv. Demak, uglerod tarkibida 4 ta uglerod bor. Uglevodorod tarkibida 4 kira 2, 8 ta vodorodi bor. 4 H8. A va B birikmalarining empirik formulasi bir xil. B moddaning brutto formulasini toping. Demak, moddamiz C4 H8 bo'ldi. A va B birikmalarining empirik formulasi bir xil. Demak, bu A modda bo'ladigan bo'lsa, B modda ham xuddi shunaqa. Yo'q, bir xil modda emasmi deyish mumkin? Yo'q. Mana bu alkan, masalan, mana bu sikloalkan. Umumiy formulasi bir xil ularda. Sikloalkan. B moddaning brutto formulasi. Brutto formula degani uglerod va vodorodni bir-biriga qisqartirganda eng qisqa shakli 2 ga qisqaradi. CH2 holatiga qoladi. CH2 to'g'ri javob A bo'ladi.
Bu 20-chi savol tahlili. Buni tahlil etaman. Buni 21-chi savol tahlili. Uglerod, vodorod va kislorod saqlagan birikmaning 120 gramm namunasi yondirilganda 4 mol karbonat angidrid va 4 mol suv hosil bo'ldi. Unga ko'ra yonish uchun sarflangan havo hajmini toping. Demak, kislorod topolsak, havoni ham topa olamiz. Tarkibi uglerod, vodorod, kisloroddan tashkil topgan birikma yondirildi. Yondirsak, demak, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Karbonat angidrid mana bu birikma 120 gramm ekan. Hozir 120 gramm. 4 mol karbonat angidrid chiqdi. 4 mol karbonat angidridda 4 ta uglerod bor. 4 mol suv hosil bo'ldi. 4 mol suvda 4 kira 2 8 ta vodorod bor. Kislorod topamiz. Tak, bu yerda 4 kira 2 8 ta kislorod, 4 kira 1 4 ta kislorod. O'ng tomoni jami 12 ta kislorod. Chap tomonda ham 12 ta kislorod bo'lishi kerak. 4 ta uglerodning massasi 48 gramm, 8 ta vodorod 8 gramm, 2 va 1 birgalikda 56 gramm. 120 dan 56 ni ajratsak, demak, kislorod massasi 64, 64 16 ga bo'ladigan bo'lsa, bu 4 ta kislorod ekan. 12 ta kisloroddan 4 tasi bunda bo'ladigan bo'lsa, demak, 8 ta kislorod mana bunda yoniga 4 qo'yamiz. Demak, 8 ya'ni 1 molini yoqish uchun 4 mol kislorod kerak. 4 molini yoqish uchun esa, demak, yo'q, bu 1 mol emas, birikmada jami 4 kira 2 4 mol kislorod bor. 4 mol kislorod bo'ladigan bo'lsa, 4 mol kislorodimiz havoning 20% tashkil etadi. 100% topadigan bo'lsak, havoning moli kelib chiqadi. 20 mol. Bizdan havoning hajmi so'ralgan 20 22 4 ga ko'paytirsak, 448 litr bo'ladi. 448 litr o'rtoq 1. Keyingi savol tahliliga o'taman. 22-chi savol tahlili. Uglerod, vodorod, kisloroddan tashkil topgan birikmaning 0,1 mol yongan payt 0,4 mol karbonat angidrid, 0,4 mol suv hosil bo'ldi. Ushbu moddaning 1 molida 34 gramm, 32 gramm kislorod bo'lsa, birikmaning empirik formulasini toping. Tak, uglerod, vodorod, kisloroddan tashkil topgan birikmani yondirganmiz. Karbonat angidrid va suv hosil bo'ldi. 0,1 mol yongan payt 0,4 mol karbonat angidrid, 0,4 mol suv hosil bo'ldi. 1 mol yoqqan paytimiz 4 mol karbonat angidrid, 4 mol suv chiqishi kerak bo'ladi. 4 mol karbonat angidrid, 4 mol karbonat angidrid bo'lsa, demak, bunda uglerod 4 ta. 4 mol suv bo'ladigan bo'lsa, vodorod 8 ta. Kislorod soni 4 kira 2 8 ta kislorod, 4 kira 1 4 ta kislorod. Jami 12 ta kislorod bor. 1 molda 32 gramm kislorod bo'lsa, 1 molda 32 gramm kislorod bo'lsa, C4 H8 O2 formulaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Ha, demak, buni bizdan brutto formula, birikmaning empirik formulasi C2 C4 H8 O2 degan javob yo'q. Demak, 2 martadan hisoblanadi. C2 H O formulaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Savolda brutto formulasini so'rash kerak bo'lgan. To'g'ri javob B bo'ladi. 23 shunga o'xshaydi. 25-chi savol tahlili amalga oshgan. 25 0,2 mol
Ushbu moddani yondirish uchun 1 mol kislorod sarflanib, natijada 1 mol suv hosil bo'ldi. X, Y qiymatini aniqlaymiz. Demak, 0,2 mol C4 HX OHY yonyapti. C4 HX OHY yondirgan paytimiz 4 ta karbon chiqadi. Lekin necha suv chiqishini bilmaymiz. Masala sharti aytyaptiki, 0,2 mol yongan payt 1 mol kislorod sarflandi. 0,2 mol yondirish uchun 1 mol kislorod sarflanib, 1 mol suv hosil bo'ldi. 1 mol uchun qancha deymiz? 5 mol kislorod, 5 mol suv. Demak, mana bu yondirish 5 ga teng. Mana bu uchun ham 5 ga teng ekan. Endi X, Y qiymat. Uglerod 4 ta, vodorod 5 ga 2, jami 10 ta. 10 ta vodorodi bor. Bu 10 ta mana bu OH vodoroddan bor. Ikkovi jami 10 ta. Kislorod sonini bilsak, mana bu vodorod sonini ham topa olamiz. 5 kere 2, bunda 10 ta kislorod bor. 4 kere 2, 8, 10 ta kislorod bor. 5 mol suv, 5 ta kislorod bor. Jami 15 ta kislorod. 15 dan mana bu 10 ta kislorod ajratsak, bundagi kislorodlar soni 5 ta bo'lishi kerak. Vodorodlar soni 10 tamida, 5 tasi bunda bo'lsa, 5 tasi mana bunga to'g'ri keladi. C4H5, OH dan 5 ta. X ni qiymati shunda 5 ga teng. Y qiymati ham 5 ga teng bo'ladi. 1 mol kislorod sarflandi, 1 mol suv hosil bo'ldi. 1 mol suv 0,2 molda, 1 molida 5 mol, 5 mol. 4 molida 4 kere 2, 8 kislorod bor. Buni 5 molida 5 kislorod bor. Jami 13 kislorod bor. 13 dan mana 10 dan ajratadigan bo'lsak, bunda 3 kislorod bo'lishi kerak. Y qiymati 10 ta vodorod bo'lishi kerak bo'ladi. Mana buni 7 ga teng. 7 ga 3. To'g'ri javob B bo'ladi. Savollar tahlilini davom ettiramiz. Yigirma oltinchi savol tahlili. Xo'sh, bizda grafik berilyapti. Grafik chizaman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suv birdan to'rtga chiqdi. Suv bu. Karbonat angidrid birdan 3ga chiqdi. Birdan 3ga chiqqan. Xo'p, X moddamiz 2 dan 1ga chiqdi. 2 dan 1ga chiqdi, shu 1ga saqlanib degan. Bu X. 5 dan pastga chiqdi, kislorodimiz. Bu nima degani? Ya'ni qanaqadir uglevodor yoqamiz. Quyidagi grafikda X moddaning yonish reaksiyasi ifodalangan. Uglevodorod bo'lishi ham mumkin, yoki kislorodli organik birikma bo'lishi ham mumkin. Tarkibida kislorod bo'lishi ham mumkin. Javobda hamma narsaga bor. Karbonat angidrid hosil bo'ladi va suv chiqadi. Birinchi navbatda karbonat angidrid. Mana bu karbonat angidrid. 0 dan 3 ga chiqadi. Demak, 3 mol karbonat angidrid chiqadi. Suv 0 dan 4 gacha chiqadi. Demak, 4 mol suv hosil bo'ladi. Uglevodorod bu X 2 mol edi, 1 molgacha tushibdi. Mana bu qolgan qismi esa ortib qoladi. 2 dan 1 narsa 1 mol saqlanadi. Shu payt kislorod 5 dan 0 gacha tushgan. 5 mol kislorod hammasi saqlanib ketgan. Bo'ldi. Yoniga 5 qo'yamiz, yoniga 3 qo'yamiz, yoniga 4 qo'yamiz. Chunki 1 molda bu. Agar 2 molga to'g'ri kelganda edi, 1 molga topib chiqardi. 5 kere 2 10 ta kislorod, 2 kere 2 6 kislorod, 4 kere 1 4 ta kislorod. o'ng tomon 10 ta kislorod, chap tomoni ham 10 ta kislorod. Demak, organik birikmada kislorod yo'q. Uglerod 3 vodorod 4 kere 2 8 ta. C3 H8 formulaga ega bo'ladi. To'g'ri javob C. 27. Grafik. Bu grafik shunaqa, buni o'zingizga chizgan bo'ladi.
Biz amalga oshirishimiz kerak 29'da. Şimdi kattaroq grafik uchun qo'llanamiz. Quyidagi grafikda organik birikma yonish reaksiyasining mol miqdori va turli o'rtasida bog'liq berilgan. Demak, karbonat angidriddan birdan 12gacha chiqqan ekan. Birdan 12gacha. Karbonat angidrid esa 0 dan 12gacha chiqdi. Xo'p, suvimiz birdan 4gacha chiqdi. To'rtdan birdan 4gacha chiqdi. Mana bu suv. Xo'sh, azot. Azot birdan 3 chiqdi. Mana bu yerda 3 bor. Bundoq mana azot. Demak, azotdan hosil bo'lgan reaksiya. Demak, bu azotli organik birikma. Noma'lum moddamiz birdan pasaygan. Demak, 1 mol saqlangan. Uglerod, vodorod, azot, kisloroddan iborat bo'lgan qandaydir birikma bu. Va bizda kislorod saqlanadi. Kislorod 9dan 2 ga tushdi. Mana bu yerda bor deydi. Mana bu 9. 9dan 2 gacha saqlangan kislorod. Bo'ldi, yozaveramiz. Uglerod, vodorod, kislorod, azotdan iborat bo'lgan birikma yongan payt karbonat angidrid chiqadi har doim. Bu chiqadi yongan payt va bunda azot bo'lgani uchun azot hosil bo'ladi. Noma'lum moddamiz 1 mol saqlangan mana. Suv 4 molga chiqqan, 4 mol hosil bo'lgan. Karbonat angidrid 12 mol hosil bo'lgan. Azotimiz mana 3 ga chiqqan. Kislorod 9 bo'lgan, 2 gacha saqlangan. Demak, 7 saqlangan. 1 mol emas, hammasi 1 mol 4. Demak, shu orqali formula topamiz. 12 ta karbonat angidrid hosil bo'lgan bo'lsa, noma'lum uglevodor tarkibida, noma'lum birikma tarkibida 12 ta uglerod bor. 4 mol suv chiqqan bo'lsa, 4 kere 2 8, 8 ta vodorodi bor. 3 mol azot chiqqan bo'lsa, demak 6 ta azot bor. Keyingisi kislorod. Bunda 14 ta kislorod bor. Karbonat angidridda 12 kere 2, 24 ta kislorod bor. 4 kislorod. Jami 28 ta. 14 tasi bunda bo'ladigan bo'lsa, 14 tasi noma'lum organik birikma tarkibida bo'ladi. Moler massasini so'rayapti. Demak, 12 ni 12 ga ko'paytiramiz. 144 qo'shamiz 8 152 qo'shamiz mana bu 14 kislorod. 16 ko'paytirib 14 plus 28 ko'paytirib 6. 14 12 28 14 28 ga ko'paytirsak 192 44 544. 12 ga 12 144 plus 8 gram vodorod plus 16 gramdan 14 kislorod. 14 tane yo'q. 3 kere 2 14 kislorod. 24 to'g'ri 28 14 kislorod. Azotdan esa 6 ta. 6 ta azot massasi 14. 960. Demak, mana shu orqali organik moddaning massasi 460, bunda proporsional son 230. To'g'ri javob B bo'ladi. Nega 230 chiqdi? Bunda hammasi qisqartirib chiqarilgan. To'g'ri javob B. Ha, biz, bizani xatoyimiz bu, biz hozir 2 mol bo'sh topdik. 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 2 mol bo'
Yani ikkidan chiqqan 2 mol sotqishga 460 bu 2 mol bo'yicha 1 mol bo'yicha 230 degan javob bo'ladi. Bu to'g'ri javob bu. Bu 29-savol tahlili. 30-savol tahlili. X, H, Y, O, Z formadagi organik birikmaning 0,1 mol to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan. 0,1 mol tarkibida organik moddaning 0,1 mol uchun xos bo'lgan ma'lumot. Birinchi fikr, 0,1 molida 0,8 mol vodorod atomi saqlayotgan. 0,8 mol vodorod. To'liq yonganda 0,3 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Demak, 0,3 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. 0,3 mol karbonat angidrid, 0,3 mol uglerod bordi. 0,1 molning mag'iz 9,2 gramm. Bo'ldi. 1 molda qancha deymiz? Demak, 1 molida tarkibida 8 mol vodorod atomi saqlaydi. 3 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Massasi 92 gramm. 3 mol karbonat angidrid hosil bo'lgani uchun 3 ta vodorod. 3 ta vodorod bo'ladi. 8 mol vodorod atomi saqlaydi. Endi 9 gramm ekan massasi. 3 ta uglerod 44, 44 ga 8, 50, 36, 36 ga 8, 44 bo'ladi. Lekin biz 92. 92 bo'lish uchun bizga kerak 48. 48 bo'lish uchun demak kisloroddan 3 ta bo'ladi. 4, 8 ovuch bo'lgan. X, Y, Z. Bizdan so'ralgan narsa X ga Z ni qo'shib Y ga bo'ldi. X ga Z ni qo'shamizda Y ga bo'lamiz. 6 taqsim 8 yoki 3 taqsim 4. To'g'ri javob C bo'ladi. Xo'sh, o'xshash savollar taxminini amalga oshirmaymiz. Chunki o'xshash hamda bir xil savollarni o'zini ham ishlab ko'rishlik kerak. Xo'p, 36, 37 bular hammasi nazariy savollar ekan. Nazariy savollarni o'ziga ko'rib chiqasizlar. B'sini bajarishni boshlaymiz. B test topshiriqlari. 30 savol tahlilini amalga oshirdik kirish qismidan. 30-gacha bo'lgan. Qolganlari nazariy savollar deyiladi ko'pchilik. B'sini boshlayman. Molekulasi ikkita qo'shboq, uchta uchboq bo'lgan ochiq zanjirli. Buni qaraymiz. Qanday qilamiz? Endi hammasini shu orqali olib ketamiz. Organik birikmalar, organik birikmaning uglevodoroddan oladigan bo'lsak, qo'yilgan shakllari alkanlar va sikloalkanlar bo'ladi. Alkan yoki sikloalkan, alkan bu ochiq zanjirli, sikloalkanlar yopiq zanjirli. Alkan tarkibida har bitta tushgan pi bog' alkandagi ikkita vodorodni kamayishi sabab bo'ladi. Har bitta pi bog' ikkitadan vodorod kamayishi sabab bo'ladi. Sikloalkan halqali shaklda esa har bitta tushgan vodorod ulardan ham ikkitadan vodorod kamayishi sabab bo'ladi. Faqatgina formulasi ikki xil bo'lganligi uchun ikki xil ketiladi. Masalan, birinchi savolda aytilyapti. Birda ikkita qo'shboq, uchta uchboq. Ikkita qo'shboq, uchta uchboq. Va ochiq zanjirli desa bundan foydalanamiz. Yopiq zanjirli desa bundan foydalanamiz. Asiklik, siklik. Ikkita qo'shboq bo'ladigan bo'lsa, ikkita pi bog'i bor. Uchta uchboq bo'ladigan bo'lsa, 3 chunki bunda ikkita pi bog' bo'ladi. 3 oltita pi bog'i bor. Jami 8ta pi bog'. 8ta pi bog' 16ta vodorod chiqishi sabab bo'ladi. Demak, Cn H2n plus 2dan 16ta vodorod chiqib ketadi.
Shunda Cn h2n plus minus 14 qoladi. To'g'ri javob C. Bir ikki ham xuddi shunaqa. Endi 2/1 esa monosiplik degan, ya'ni bitta halqa. Shu monosiplik uglevodorod uchun bitta qo'shbog', endi kengaysa mana 2/1 bitta qo'shbog' bor ekan, 4 ta uchbog' bor ekan. Bitta qo'shbog' tarkibida bitta pi bog'i bor. 4 ta uchbog' tarkibida 4 kere 2 8 ta pi bog'i bor. Jami 9 ta pi bog'. 9 ta pi bog' 18 ta vodorodni chiqib ketishiga sabab bo'ladi. N H2n minus 18 bo'ladi. 2/1 to'g'ri javob A bo'ldi. 3/1 esa 3/1 x qo'shbog', x dona qo'shbog' va y dona uchbog' bor ekan. Uglevodorod formulasi. X ta qo'shbog' bo'ladigan bo'lsa, x ta pi bog', 2 y ta pi bog', y uchbog'da jami x plus 2 y ta pi bog' bo'ladi. Pi bog'lar sonidan ketilgan vodorodlar soni 2 marta ko'p bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytiramiz. 2x plus 4y vodorod chiqib ketadi. Demak, jami CnH2n dan ayirtashimiz 2x ta vodorodni, ayirtashimiz 4y ta vodorodni. Ikkovi ham minus bo'lib turishi kerak. Ikkovini ham ayirishimiz kerak 2n dan. Lekin mana bunaqa ayirishimiz kerak. Minus 2x plus 4y ta. Ochilgan payt minus 2y minus 4y bo'ladi. Shunda to'g'ri javob CnH2n 2x minus 4y. To'g'ri javob B bo'ldi. Bu 3/1 savol tahlili. Bo'ldi, bularni o'chiraman. Xo'sh, endi B'sini 5/1 ga o'tamiz. 4/1 xuddi shuni o'zi. Endi bunda 4/1da ochiq hal qiling, yopiq hal qiling, ochiq hal qiling. 5/1da umumiy formulasi CnH2n minus 14 bo'lgan uglevodorod uchun umumiy bog'lar soni topish formulasi. Xo'sh, uglevodorod uchun umumiy bog'lar soni topish formulasi. Har doim uglerod bog' bo'ladi. Uglerod vodorod bog' bo'ladi. Uglerod bog'lar soni uglerodlar sonidan bittaga kam bo'ladi. Chunki uzun zanjir shaklida ketadi ochiq halqalida. Yopiq halqalida, agar bu yopiq halqali bo'lsa, 6/1 bo'ldi. Demak, uglerod bog'lar soni uglerodlar sonidan bittaga kam bo'ladi. Uglerod vodorod bog'lari esa vodorodlar soniga teng bo'ladi. 2 minus 14. Umumiy bog'lar soni topish formulasi shunday. N ga 2 ni qo'shsak 3n minus 15 bo'ladi. 3n minus 15. Umumiy bog'lar soni topish formulasi. Bir minus 14. Uglerod bog' bitta. Uglerod va vodorod orasidagi bog'lar soni 2n minus 4 bo'ladi. Bog'lar soni topish formulasi. Bundacha pi bog'lar bo'lishi mumkin. Shunda sal boshqaroq bo'ladi. Oldincha bunda pi bog'lar soni topib olishimiz kerak. Qanday bo'ladi bu? Ochiq zanjirli deb ketish kerak savolda. Ochiq zanjirlikda Cn H2n plus 2 formulaga ega bo'lishi kerak edi. Lekin minus 14 holatiga qo'ygan. Minus 14 holatiga qo'yilgan bo'lsa, nechta pi bog' bo'lgan bunda? 14 ta, 16 ta vodorod ketgan. Chunki mana bu holatdan plus 2 holatga kelish uchun plus 16 ta vodorod qo'shib olishimiz kerak edi. Demak, 16 ta vodorod chiqib ketgan. 16 ta vodorod bo'ladigan bo'lsa, bunda 8 ta pi bog'i bo'lgan. 8 ta pi bo'lgan. Demak, uglerod bog'lar soni
n minus bitta alkanda uglerod orasidagi uglerod va vodorod orasidagi bog'lar soni vodorodlar soniga teng bo'lishi kerak. Uglerod vodorod demak 2n-4 bo'lachi hozir 2 - 14. Sigma bog'lar soni topdik bu orqali. Sigma bog'lar soni 3n - 15 bo'ladi. Xuddi bunday. Endi 8ta pi bog'ni ayirib tashlaydigan 8ta pi bog'ni ham qo'shishimiz kerakda jami bog' desa. Unda bu 3n - 7 formulaga ega bo'ladi. To'g'ri javob A bo'ladi. Bu 501-savol tahlili. 601da esa umumiy formulasi NH2-10 bo'lgan uglevodorod molekulasi uchun uglerod atomlar o'rtasidagi bog'lar sonini topish formulasini toping. N Hn-10. Demak, buni ochiq zanjirli deb olamiz. H2 -10dan +2 holat keltirishimiz uchun demak nechta vodorod ketganini topishimiz kerak. 12ta vodorod chiqib ketgan. 12ta vodorod degani 6ta pi bog'i bor. Uglerod bog'lari soni, sigma bog'lar soni uglerod orasida n-bitta uglerod soni bittaga kam bo'ladi. Qo'shib qo'yamiz 6ta pi bog'ini. n + 5 formulaga ega bo'ladi. To'g'ri javob B. B'sidan 801-savol tahlilini amalga oshiramiz. 801da aytyaptiki, molekulasida 18ta sigma bog', 5ta pi bog'. 18 sigma bog' bor ekan, 5ta pi bog'i bor ekan. Ochiq zanjirli uglevodorod. Uglevodorodlar n H2n + 2 formulaga ega bo'lishi kerak edi. 5ta pi bog' borligi uchun 5ta pi bog' demak 10ta vodorod chiqib ketgan bundan. 10ta vodorod chiqib ketgan. n H2n + 2 - 10. CnH2n-8 formulaga ega bo'ladi. Endi bunda demak uglerod orasida sigma bog'lar soni n-1 bo'ladi. Uglerod bog'lar soni esa 2n-8 bo'ladi. Shunda jami bog'lar soni 3n-9. Jami sigma bog'lar soni shunda 18 ekan. 3n teng 27, n teng 3 bo'ladi. Uglevodorodimiz shunda SO3 2n-9 teng 18. Ochiq zanjirli uglerod 18 sigma 5ta pi bog' 5ta pi bog' bo'lsa 10ta vodorod chiqib ketgan. Keyin H2-dan 10ta vodorod chiqib ketsa, keyin H2n-8 qoladi. Uglerod orasida sigma bog'lar soni n-1. Vodorod orasida sigma bog'lar soni 2n-8 bo'ladi. Shunda 3n-9. n teng 9. S9 H9 kere 2 18. 18 8 10. Shunda buni 12ni 9 ga ko'paytiramiz. 108 110 teng 110 8ga teng bo'ladi massa. To'g'ri javob D. Endi 9-1. 901 savol aytyaptiki, uglevodorod to'liq yondirish uchun, ya'ni uglevodorod va vodorod iborat to'liq yondirsak karbonatni yig'dik va suv hosil bo'ladi. 2 mol uglevodorodni to'liq yondirish uchun 15 mol kislorod sarflanib 18 mol mahsulot hosil bo'ldi. Bu demak 18 mol. Birikmaning bruto formulasi. 1 molni yoqish uchun demak 7,5 kislorod sarflanib 9 ta karbonat angidridan suv hosil bo'ladi.
ikki o'ri demak. Mana bunda 7,5 ko'paytirsak 15 ta kislorod bor. Demak, bundagi kislorodlar soni ham 15 ta bo'lishi kerak. Buni x desak, buni y deymiz. Shunda ikki nomoni uchun yo'qotsa bo'ladi. Karbonat angidrid bilan kislorod suvning birgalikda 9 mol bo'lishi kerak. Karbonat angidridning 1 molida 2 kislorod bor, 2x kislorod bo'ladi. Y mol suvda y mol kislorod bor. Shunda jami kislorodlar yig'indisi 15 chiqishi kerak. Ayrıca ketdi, x teng 6 ekan. Demak, 6 ta karbonat angidrid chiqqan, y teng shunda 3 bo'ladi. 3 ta suv chiqqan. Shunda karbonat angidriddan 6 ta chiqqan bo'lsa, vodorod tarkibida 6 ta uglerod bor. Suvdan 2 6 ta bo'ladigan bo'lsa, vodoroddan 6. Demak, C6 H6 bo'lgan formulasi. To'g'ri javob D. Bu 9-savol tahlili. Birinchi savol tahliliga o'taman. Birinchi savol. Organik moddani yondirish uchun 2,1 mol kislorod sarflangan. Bu ham boshqasi o'xshagan ekan. 2 mol karbonat angidrid, yana shunaqa 2 mol karbonat angidrid, 1,8 mol suv, 0,2 mol azot. Demak, bu masalani nima qilib olamiz? Nisbatga qo'yamiz, ya'ni qanday? Mana buni sonini, kislorod sonini 21 mol deb olamiz, karbonat angidrid 20 mol deb olamiz, buni 18 mol, azotni 2 mol deb olamiz. Hammasini ikki holatda ikkiga qisqartirib keling. Eng maksimal qisqargan sharoit, ya'ni bitta azot, 9 ta suv, 10 ta karbonat angidrid, 10,5 ta kislorod sarflanadi. Shunda organik birikmaga qaytamiz. Uglerod, vodorod, kislorod, azot nisbatiga. 1 mol azot, ikkita azot bor. 9 mol suvda 9 kira 2, 18 ta vodorod bor. 10 mol karbonat angidridda 10 ta uglerod bor. Kislorod soni 10 ta karbonat angidridda 20 ta kislorod bor. 9 ta suvda 9 ta kislorod bor. 10,5 mol kislorod esa 21 ta kislorod bor. O'ng tomonda jami 29 ta kislorod, chap tomonda 21 ta bo'lsa, organik birikma tarkibida 8 ta kislorod bor. Organik birikma tarkibida asosan bitta azot bo'ladi. Yoki hozir massasini topamiz. Agar massasi tegajog'idan 2 marta ko'p chiqadigan bo'lsa, demak bunda bitta azot bo'ladi. Bunda ikkita azot. 10 ta uglerod massasi 120, 18 ta vodorod, 8 ta kislorod massasi 8 kira 16, 16 kira 8, 8 kira 6 48, 128, 128 azot. 156, 138, qo'shsak 294. 294 bu ikkita azot bo'lsa, shunaqa javob bormi? Yo'q. Bittaga kamaydi, 2 marta kamaytiradi. 147. 147 to'g'ri javob. Buni birinchi savol tahliliga o'taman. bir. Ekvivalent nisbati olingan etan, etilen, asetilendan iborat 5,6 gram aralashmani yondirish uchun qancha mol kislorod sarflanadi? Ekvivalent nisbati ekan. Ekvivalent degani tenglikda. C2H4 etan, C2H6, etilen C2H4, asetilen C2H2. 1 mol deb olaman. Birato'la men yon chegirmasini yozib ketaman. Etan yoqish uchun 1,5 N plus 0,5 ta, ya'ni 3,5 ta kislorod sarflanadi. C2H4 yoqish uchun esa endi bu yarimtadan kamayib turadi. 3 ta kislorod sarflanadi. Asetilen yoqish uchun esa 2,5 ta kislorod sarflanadi. Ekvivalent degani uchun hammasini mollari bir xil. 1 mol deb olaman. 1 mol uchun 2,5 mol kislorod, 1 mol uchun 2 mol kislorod, 1 mol uchun 2,5 mol kislorod. Sarflangan jami kislorodlarimiz 3,5 ga 2,5 qo'shsak 6, 6 ga 3 qo'shsak 9 mol kislorod sarflanadi.
Bir mol etanning massasi 30 gramm, bir mol etilenning massasi 28 gramm, bir mol asetilenning massasi 26 gramm. 28 ga 26 54, 54 ga 30 qo'shadigan bo'lsak 94 gramm. 84 gramm. 84 gramm bo'lsa 9 mol kislorod sarflanadi. 5,6 gramm uchun 0,6 mol kislorod sarflanadi. 0,6 mol to'g'ri javob 1. Keyingi savol tahliliga o'tamiz. Bularni o'tkazishni. Birinchi savol. Endi bundachi tegmalar degan joy yo'q deb, endi biz bularni mol nisbatini bilmaymiz. 12:1. Bunda ham etan, asetilen, etilen, etan C2H6, asetilen, etilen demak C2H4, C2H2. Bizga bularni mol nisbati yo'q, lekin aralashmaning umumiy massasi 33,6 gramm va 3,6 mol kislorod sarflangan. Biz nima qilsak bo'ladi? Hammasida uglerod va vodoroddan iborat. Uglerodni yoqish uchun kislorod sarflagan paytimizda hisobiga karbonat angidrid hisoblanadi. Vodorodni yondirishimiz hisobiga esa suv hosil bo'ladi. Uglevodorod tarkibida. Endi mana shu jarayonda jami 3,6 mol kislorod sarflangan. Aralashmaning jami massasi esa 33,6 gramm. Mana shu tartibda ishlasak bo'ladi. X mol desak bu 12x gramm bo'ladi. Y mol desak bu 2y gramm bo'ladi. 12x ga 2y ni qo'shsak 33,6 gramm. X molga y molni qo'shadigan bo'lsak 3,6. 12 beradigan bo'lsa qisqaradi. 12 dan 2 ni ayirsak 10y. 12 ni 3,6 ga ko'paytirib 33,6 ni ayiramiz. 9,6. 10y teng 9,6, y teng 0,96. Xo'p, bizdan so'ralgan narsa hosil bo'lgan karbonat angidrid miqdorini aniqlang. Xo'p, bizga x kerakdi. Mana shunga x mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Y teng 0,96 bo'ladigan bo'lsa, x teng 0,96 dan 2,6 ni ayirsak 2,64 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Qatada 12x plus 2y teng 36, x plus y teng 2,6. Teng. Resi teng emas bu. X uribdi. Mana bu mana bu 4y bo'ladi. Endi bu 8y bo'ladi. Y teng 1,2 bo'ladi. Y teng 1,2 bo'lsa x teng 2,4 bo'ladi. Demak, 2,4 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. To'g'ri javob B. Xo'p, 12,1. O'nta birda e'tirofki, organik modda 1,8 mol kislorodda to'lqilangan payt, demak, organik birikmamiz uglerod, vodorod, kislorod va natriydan iborat ekan. Kislorod ishtirokida yoqsak natriy karbonat chiqsa, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Bu hosil bo'ladi. 1,8 mol kislorodga yoqilgan, kislorod 1,8 mol, 0,3 mol natriy karbonat hosil bo'lsa, 0,9 mol karbonat angidrid va 1,5 mol chiqqan ekan. Xo'p,
Buni 18 mol ketirdik, buni 3 mol dedik, buni 9 mol dedik, buni 15 mol dedik. Hammasini 10 ga ko'paytirib dedik. Kattaroq sonda bemalol ishlashimiz mumkin. 3 mol natriy karbonatda uglerod, vodorod, kislorod, natriy son topgan. 3 mol natriy karbonatda 6 ta natriy bor. 3 mol natriy karbonatda 3 ta uglerod bor. 9 mol karbonatdan 9 ta uglerod bor. Jami uglerod 12 ta. Vodorod soni 15 mol suvda 30 ta vodorod bor. Kislorod soni 3 mol natriy karbonatda 3 kira 3 9 ta kislorod bor. 9 mol karbonatdan 18 ta kislorod bor. 15 mol suvda 15 ta kislorod bor. Jami kislorod 15, 18, 33, 33 9 qo'shsak 42 ta kislorod. Chap tomonda esa 36 ta kislorod 18 ga ko'paytirdik. 40 ta bo'lishi demak 6 ta kislorod bo'lishi kerak. Hammasini 6 ga qisqartiraveramiz. 2, 36 ga bo'lsak 5, 6 olti bo'lsak 1, 6 ni 6 ga bo'lsak 2, H5 O natriy bo'ladi. To'g'ri javob A bo'ldi. Kirish qismidan oxirgi savol tahlilini amalga oshiramiz. 14.1. Uglevodor to'lqondiruvchi 0,5 mol kislorod sarflansa qancha karbonat hosil bo'ladi? Bunda xuddi uglevodor va vodoroddan iborat deymiz. Kislorod sarflanadi, bo'yicha kislorod sarflanadi. Suv hosil bo'ladi, suv hosil bo'ladi. Qo'yib, suv qo'yamiz. Karbonat chiqadigan. Uglevodor 5 gramm, kislorod miqdori 0,5 mol. Boy jo'xni x mol, y mol, 12x massasi, buni massasi 4y bo'ladi. 12x ga 4y ni qo'shadigan bo'lsak 5 gramm, x ga y molni qo'shadigan bo'lsak 0,5 mol chiqadi. Xo'p, bizdan so'ragan karbonat angidrid so'ragan, demak x kerak, y ga yo'qotamiz. 4 beramiz, ketdi. 12x dan 4x ni ayirsak 8 deymiz. 4 ni 0,5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1,8, 5 dan 1,8 ni ayirsak 2 chiqadi. X teng 0,4. Demak, hosil bo'lgan karbonat angidrid x mol edi. Demak, 0,4 mol. 0,4 molining hajmi 8,96. To'g'ri javob B. Bu savollar tahlili kirish qismi bo'yicha A va B savollar tahlili edi.